Kecha Qozog'istonda bo'lib o'tgan Octagon 73 turnirida O'zbek Tayson g'alaba qozondi. Videomizga like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Tayson 3 raund to'liq davom etgan jangda hakamlarning bir ovoziga ko'ra g'alaba qozondi. Bu jang qanday o'tgani haqida sizlarga to'liq tahlil qilib beraman. O'zbek Taysonning jangdagi ustunliklari: agressiv boshlanish, jangni faol boshlab, raqibiga bosim o'tkazishga harakat qildi. Zarbalar kombinatsiyasi: uning zarbalari raqibni noqulay holatga solishga xizmat qildi. Endi esa u qilgan xatolar: himoyada bo'shliqlar. Ba'zi vaziyatda Taysonning himoyasi zaiflashdi. Bu esa raqibga qarshi hujum qilish imkonini berdi. Va charchoq. Jang davomida Jasurbekning charchagani yaqqol bilindi. Bo'lgan taqdirda ham 3 raund to'liq o'tgan jangda yutib chiqdi hakamlar qaroriga ko'ra. O'zbekni poddeshga qilmasa bo'lmaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu bolaning kelajagi bormi? Keyingi janglarda yana g'alaba qozona oladimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.